Chevrolet Onix. Chunki bizani Евразия Motors'da asosan Onix va Tracker'lar keladigan joy. Juda ko'p keladi. Nima uchun? Sababi SPS programmirованиe bilan bitadigan ish juda ham ko'p bu mashinalarni va bu servisimizda bor. Chunki ofitsialniy servis bo'lgani uchun, GM ofitsialniy sayti servisi bo'lganligi uchun SPS Touchline Connect programmasi bilan bemalol ishlay olamiz. Bu mashinamizda monitor o'chib, yonib, multimedia tizimi ishlamayotgan edi. Buni ham radio blokini almashtirib, yangisiga programmirованиe qilib, mashinani cho'tka ishlaydigan qilib berdik. Siz ham mashinangizda shunaqa nuqsonlar bo'lsa, bizga murojaat qilsangiz bo'ladi. Pastda raqam qoldirib qo'yaman, vaqt-soatini kelib, ishlarni hal qilsangiz bo'ladi. Nafaqat bu aksessuar ishlari, hattoki o'sha gazoviy настройкалар agarda sizda gaz bilan oborot qilingan bo'lsa mashinangiz, общий kompyuterniy diagnostikasi bo'yicha ham murojaat qilaverasizlar. Vaqt-soatini belgilab kelishingiz kerak. Chunki ishimiz ko'p bo'ladi, ovora bo'lib qolmaysizlar. Kelishdan bir kun oldin xabarlashishingiz kerak. Chunki safarlarga chiqib ketib qolaman, ko'pincha ishda bo'lmasligi mumkin. Bu yerda BYD servisimizga qarashli BYD avtomobillariga ham polniy kompyuterniy diagnostika, nimaiki ishi bo'lsa, zamina masalalari deysizlar, hammasi bo'yicha xizmat ko'rsatib beramiz. Kelib ishlarni hal qilib ketsanglar bo'ladi. Salomat bo'linglar.